44 million so'mga vuy dedim. Narxga qarayotganingizda bizning narximizga ham bitta qarang. Biz mana shu hisoblab beramiz nasosni dedimda. Bizada dedim ikkita nasosdan tashkil topgan chistotnilari bilan stansiya 33 million so'm turadi dedim. Hammaga assalomu alaykum. Bugun narx birinchi o'rinda turmasligi to'g'risida gaplashamiz, ko'rsatib beramiz. Yaqinda biz bitta klient bilan uchrashdik. Ishxonasiga borib, biz o'zimiz haqimizda taklif qildik. Bizning nasoslarimiz Villo, Kalpeda, Lavara, Yevropeyskiy nasoslar bor bizda, Yevropeyskiy kotyollar bor deb aytdik. Sizlarda qimmat bo'lsa kerak, biz byudjetli narsa olamiz deyishdi. Ana o'shanda men so'radimki, sizlarga birinchi o'rinda nima desam, birinchi o'rinda bizga narx deyishdi. Ha, bo'lmasam dedim, solishtiramiz narximizni dedim. Siz masalan bitta zapros bering bizga dedim. Biz hisoblab beramiz, boshqalar hisoblab bersin dedim. Ha, bo'ldi dedilar. Keyin zaproslarimiz bo'lsa beramiz dedilar. Eng oxirgi marta nima nasos sotib oldingiz dedim. Eng oxirgi marta 44 million so'mga bitta nasos sotib olishibdi. 80 ta xonadonga sotib olishibdi. U 4 etajli qurilgan dom ekan. Bir xona, ikki xona qilib, byudjetli qilib qurilgan dom ekan. 4 etajli ekan. Binoning eng baland tochkasi 16 metr, nasos turgan joyi bilan 19 metr ekan. Mana shuga 44 million so'mga 7,5 kilovatli nasos sotib olishibdi. Yoki 7,5 yoki 5,5 edi. 5,5 bo'lishi ham mumkin, sal adashgan bo'lishi mumkin, lekin rasxodi esimda qoldi. 20 tonna 60 metr ekan. Vuy dedim. Siz narxga qarayotganingizda bizning narximizga ham bitta qarang. Biz mana shu hisoblab beramiz nasosni dedimda. Men qanaqa hisobladim? 80 ta odamga mo'ljallangan bo'lsa, 80 ta kvartira bo'lsa, demak bitta kvartirada o'zi 1-2 xonada unaqa ko'p odam yasholmaydi. 4 tadan odam yashaydi deylik dedim. 320 ta odam yashaydi deb hisoblaylik dedim. 320 ta odammi? 250 litrdan kuniga suv ishlatadi deb hisoblaylik dedim. Shunda bir kunda 80 tonna mana shu binoni rasxodi bor. 80 tonna rasxodi bor. Mana bu 19 metr balandligimiz bor. Unga qo'shamiz 15 metr. Eng baland tochkadagi odamga 1,5 davlini berishimiz kerak. Mana 34 metr. Demak sizga 35 metrga 80 tonna bir kunda 24 soatda-ku, 24 soat ishlatmaydi suv odamlar, kechqurun uxlaydi, baribir hamma ham. Shuning uchun buni 12 ga bo'lamiz. 12 ga bo'lganimizda 6 chiqar ekan. Mana. Men aytdimki, ularga dedim, 35 metr 6 kuba rasxodda nasos beraylik sizlarga. Shu yetadi sizlarga dedim. Bu nasosimizning narxi, mana shu nasosimizning narxi. Bitta rabochiy, bitta rezervni bo'lib, ikkita nasosdan tashkil topgan chistotnilari bilan stansiya, tayyor stansiya bizada dedim 33 million so'm turadi dedim. Mana 33 million so'm. Ular 44 million so'mga olishgan. Ana bizning nasosimiz, stansiyamiz arzonroq chiqyapti, ham kam xarj. Bular 7,5 kilovat qo'ygan bo'lsa, biz 1,1 kilovatli nasos taklif qilyapmiz. Ikkitasi 2,2 kilovat bo'ladi. Endi qaranglar, mana 7,5 kilovatdan 1,1 kilovatga ayiradigan bo'lsak, grubi 6,4 kilovat razniца beradigan bo'lsa, 6,4 kilovat 6 kilovat deylik. 6 kilovat bir kunda 10 soat ishlaganda ham kuniga 60 kilovat ortiqcha elektr energiyasini ishlatyapti. Bu birinchisi. 5,5 kilovatli nasos 10 davleniya beradi, 24 tonna suv beradi. Mana shu nasosga o'xshagan nasos qo'yib qo'yilgan bu yoqqa. O'zi aslida bo'lsa bu yoqqa hamnaqa kichkina 1,1 kilovatli nasos qo'ysa ham yetardi mana. Kichkinagina, shovqini ham o'ziga yarasha. Buni ham shovqini o'ziga yarasha. Kashlotni qarang, kattaligini. Buni yoqqandan keyincha 10 davleniya beradi-yu, smesitellarni hammanikini qo'shniniki bilan qo'shninikini aralashtirib, almashtirib beradi. Biz chiqib ketib qolsa kerak, dush shlankalari ham. Bu birinchi muammo ham emas bizada. Bizada katta boshqa muammo bor. Bu nasosimiz 60 metrlik-ku, bizning binoyimiz 16 metrlik-ku. Bu nasos jitilni ko'chib kelgandan keyin, ishlatishni boshlagandan keyin shunda dush shlankasini ulaganda, dush yoqqanda dush shlankasini yorib yuboradi. Chunki 6 davleniya bu juda ham katta davleniya bu. Mumkin emas 6 davleniyani ishlatish. Mana masalan, mashina nasos ham yetgan bo'lardi ularga. Undan tashqari 7,5 kilovatli nasos shunaqa katta nasoski shovqini eshitiladi. U jitilni va shu jalba qilib tashlaydi-yu. Mana bu nasosimizni hozir yoqib ishlatib beraman, shovqinini eshitib ko'rasizlar.
shovqini. Zo'ra eshitilmaydi bu. Jitillarning asabiga tegmaydi. U katta nasoslar yonganda katta shovqin chiqaradi. Bu nasoslar bo'lsa katta shovqin chiqarmaydi. Mana. Bu tok ishi buni 900 watt 5 tonna suv beradi, 5 davleniya beradi bu. Nechta qo'yish kerak masalan? Bundan shu bitta qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, endi rezerv bo'lish uchun ikkita qo'yish kerak. Рабочий rezervni bo'lish kerak. O'shanda 44 millionlik joyga mashina ikkita qo'ysa bo'ladi. Mashina ikkita qo'ysa ham yetadi. Endi mana bu yerda men o'zi juda ham ortig'i bilan hisoblab oldim. O'zi bir xonali, ikki xonali domlarda unaqa 4 kishi yasha olmaydi. O'zi aslida bunga 2 kishi, 3 kishi hisoblash kerak. O'zi aslida shuni hisobiga mana shu yetadi. O'zi davlat ham shundoq ham suv berib turibdi. U 4 xonali domda ikkinchi etajda suv o'zi shundoq ham yetib turibdi. Nasos ham shart emas ikkinchi etajgacha. Bizning vazifamiz 3 bilan 4 etajga ozgina suv ko'tarib berish. Unaqa ularning smesitellarini qo'porib qo'shnining xonasiga olib chiqib qo'yish emas o'zi bizning vazifamiz. Nasos qo'yishda o'zi nasosning davleniyasi juda ham ortiqcha bo'lgandan keyin unitas shlankasi yoriladi, turbalar yoriladi, stiklardan qo'yib yuboradi. Eng yomon dahshati nasos har yonib o'chganda 80 ta xonadondan hammasi eshitib o'tiradi. Nasosimiz yondi, nasosimiz o'chdi. Kechasi kimdir cho'milgani kirsa, qo'shnisi eshitadi cho'milgani kirganda, chunki nasosning ovozi eshitiladi-da, u baland ovoz-ku. Buni ovozi mana. Hammasi yo'q. Bu endi suv ovozi eshitiladi-da hozir bu yerda. Ana 207 ta. Mana nasosning maksimalni ishlashi o'zi, ovozi yo'q ovoz. Yarim davleniya uryapti. Ha, u o'chdi mana. Juda past ovozini o'chdi. 4 davleniya yig'ib turibdi hozir. Bu nasos katta lekin u joyga, chunki bu 5 davleniya beradi-da, 5 davleniya kerak emas u joyda. O'zi 3,5 davleniya kerak. Qaniydi mana 3,5 davleniya kerak u joyga. Bu kattalik qiladi. Xo'p, hisob kitoblar tushunarli bo'ldi. Eng zo'ri zamorachilik qilib o'tirmay, nasos tanlashni bizga topshiring. Biz o'zimiz sizga hisoblab, tanlab, o'zimiz taklifimizni beramiz. Keyin o'sha bizning taklifimizni olib boshqa nasoschilarga borsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat. Bizga podpiska bosinglar.